Mirtemir 1910-yilning 30-mayida Turkiston shahri yaqinidagi qishloqda tug'ilgan. Eski maktabda ta'lim olgach, Toshkentga kelib, Almai nomidagi namuna ish maktabi va O'zbek erlari bilim yurtida tahsil ko'rgan. 1929-yil Samarqandga borib, O'zbekiston MIG raisi Yo'ldosh Oxunboboyevning kotibi bo'lib xizmat qilgan va ayni paytda Petakademiyaning Til va adabiyot fakultetida o'qiy boshlagan. Yangi hayot gazetasida adabiy xodim, Respublika radio qo'mitasida bosh muharrir, O'z davr nashrida muharrir, opera va balet teatrida adabiy emakdosh, Yozuvchilar uyushmasida bo'lim mudiri va maslahatchi, Badiiy adabiyot nashriyotida muharrir lavozimlarida xizmat qilgan. Mirtemirning Shul'alar qo'ynida, Zafar, Qaynashlar, Kommuna, Tong, Kipriklarim, Yodgorlik va boshqa she'riy to'plamlarida ijtimoiy lirikaning sara namunalari o'rin olgan. Shoir qalamiga mansub Dilkusho, Suv qizi, Oysanamning to'yida, Sur'at dostonlari va Qoraqalpoq daftari she'riy turkumi Mirtemir tasvir imkoniyatlari nechog'lik keng ekanini ko'rsatadi. Mirtemir she'riy ijodning muhim bir qismini qo'shiqlar tashkil etadi. Shoir Katta Farg'ona kanali qurilishiga bag'ishlangan Yali, shuningdek Bog' ko'cha, Bir go'zal, Qaro ko'zli, O'ynasin, Boqish singari qo'shiqlar bilan o'zbek qo'shiqchilik san'ati ravnaqiga bebaho hissa qo'shdi. Badiiy tarjima Mirtemirning ijodiy faoliyatida katta o'rin egallaydi. Qoraqalpoq she'riyatidan qilgan tarjimalari va Qoraqalpoq daftari turkumining katta muvaffaqiyat qozonishiga sababchi bo'ldi. U Abay, Maxtumquli, Berdaq she'rlaridan tashqari qirg'iz xalqining Manas eposini, Shota Rustavelining Yo'lbars serisini yopingan Pahlavon, Aleksandr Pushkinning ko'plab asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Mirtemir 1978-yil 25-yanvarda Toshkentda vafot etgan. Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti, Berdaq nomidagi Qoraqalpog'iston davlat mukofoti laureati, buyuk xizmatlar uchun ordeni bilan mukofotlangan. Toshkentdagi ko'cha va Andijon viloyati Bo'z tumanidagi maktablardan biri Mirtemir nomi bilan atalgan. Shoir tug'ilgan eski Iqon qishlog'ida Mirtemir uy muzeyi barpo etilgan.